Otam va'da qilganingizdek men tanlagan qizni olib berasizmi? O'g'lim, zubday, o'zing tanlagan qizga uylantiraman. Kelsin bir ko'rishik. Ana keldi. Qan. Qaro qaro qoshlarga sum surib kecha Nega kech qolib ketdingiz? Tramvayda qolib ketdim-da. U qiz bo'lmaydi, yur ketdik. Nimaga hozir olib beraman dedingiz-ku? Yo'q, olib bermayman, fikrimdan qaytdim. Yur. Ha, nima sababini ayting, sababini? Yo'q. Azizim, ishdan yaxshi keldingizmi? kecha Mana shunaqa kelin salom qilib, azizim, ishdan yaxshi keldingizmi deb kutib olaman. Zo'ra? Adajonim ovqat qiling. Farqi yo'q, ha? Unda menga manti yoqadi, manti qila qolaman. kecha Ne manti yoqardi. Xotining aytib ketsin, yashamaysan. Nimaga dada? Yashamaysan dedim, yashamaysan, ketsin, ay. Ha, birorta sabab ayting. Yut. Tualetga kirganingga 1 soat bo'ldi, uxlab qoldingmi? Chiqasanmi? Men ishga ketishim kerak. Dada, Xotining aytib ketsin, yashamaysan. ko'p tualetga qolib ketgani uchun shunaqa deyapsizmi? Yo'q, ketsin, bo'ldi, tamom, Ha, ketsin. ketsin Duras. Birorta sabab keltiring shunga. Sabab kerakmi senga? Ha. Xotiningni onasi bilan meni birinchi muhabbatim bo'lgan, tushunayapsanmi? Uyga bir-biriga juda ham o'xshaydi. Har ko'rganda men qiynalyapman. Kelinib ko'rganda eski xotiralaringizga tushib ketyapti. Hozir menda ikkita variant bor. Yo birinchisi, xotiningni onasi kelib biz bilan yashasin tinchgina. Ikkinchi variant, men qariyalar uyiga ketaman, tushundingmi? Bo'ldi dada, sizni birinchi muhabbatingizni olib kelaman men sizni oldingizga. Dada, birinchi muhabbatingizni olib keldim. Qayerdasiz? Kiring. Go'zalim kel. Ikkinchi variantga nima degandim? Qariyalar uyiga ketaman dedim. Ketdim men qariyalar uyiga. 命中已注定是我看不清